Assalamu alaykum kuzatuvchilarimiz. Sizlarga bugun yangi yil, yangiliklar bilan o'tadi degan holda sizlarga bir zo'r yangilik aytib o'tmoqchiman. Ya'ni hozir sizlarga adreslarga salam tushirib ketaman. Adreslarga keladigan bo'lsak, yonimiz Urganchga qarab ketasizlar. Yonimizga yana qarab ketasizlar. Yana qarab ketaverishda chap qo'lda go'ja sammoyning yonida juryan metal siqiladi. Yonimizga Urganchga qarab ketaverishda chap qo'lda joylashgan juryan metal siqiladi. Kelasizlar. Yerden her xil turdagi uyingizga shifrlik, novislik, darvozalık, metal bazası açıldı. Xudo xolasa kelasizlar, xaridlar amal oshirib, xarid qilib narsalarni shundan metallik kerakli xaridlar amal oshirib ketaverasizlar. Shunga kelasizlar, shuningdek metallarni har xil turdagi profil, armatur xarid qiladigan bo'lsangiz, tonnalab xarid qilaman desangiz, bu yerdagi savdosini chap amal oshiramiz bizlar. Naqd pul asosida pul o'tkazma, undan tashqari tonnalab ko'p olaman desangiz, shuningdek metallardan kelib sizlarga kredit asosidan chiqarib beradilar. Kelib turib, bo'lib to'laram, olib ketaverasizlar. Ko'proq olaman desangiz, bir dana ikki danani naqd pul amal oshirib olib ketaverasizlar. Kelasizlar ko'rdingizlar, profillarni zo'r, yaxshi sifatlisi. Undan tashqari, xudo xolasa bu arqa tarafimizdan tez kunlarda sex tashkillashtiriladi, ustalik xizmatlari kelasizlardan şöyle yasab turib ketaverasizlar. Darvozalık, shuningdek uyingiz razmerini aytasizlar, ustalari shurda bo'ladi. O'zlarining sifatli, ishine garantiyali, yaxshi modeli kassini, eshiklarni, darvozalarni yasab beradi ustalarimiz. Shöyle ishga tushadi xudo xolasa. Stanoklar kelsin, albatta ular xudo xolasa sizlar bilan bir qator tanishtirib ketamiz. Agar tunalarning har xil turdagi plastiklar tubalarni hammasi şöyle kelasizlar, hisob kitobni amalga oshirib şöyle metallardan xarid qilib ketaverasizlar. Sizga kerakli, xudo xolasa bu yerda assortiment hammasi ko'payadi, buyuk bo'ladi xudo xolasa. Metaldan, plastiklardan, xullas hammasini xaridlar amalga oshirib ketaverasizlar. Kelasizlar. Boshlanishini xudo xolasa, biz yana davom etadi. Bizani kuzatishni davom etinglar.